Assalomu alaykum. Men Shuhrat Masharipov. Men bugun chiqishimda muxolifatdan chiqqan 4 yigit Mirzohid Hasanov, Abror Otajonov, Abdurahmon Ikromov, Shahzod Allohqulovlar to'g'risida qisqacha gapirib o'tmoqchiman. Bu yigitlar O'zbekiston farovonligi uchun, qonunchiligi uchun, konstitutsiya uchun kurashgan, harakat qilgan yigitlar. Qonun ustuvorligini ta'minlash yo'lida harakat qilgan faol yigitlar edi, shu muxolifat partiyasidan va har xil moddalar bilan bu yigitlarni qamab yuborishdi. Endi hozir agar buni astoydil tekshirsa, bular ko'pchiligiga bu yerda ma'muriy modda bilan bo'lsa, shu ma'muriy modda bilan cheklanish mumkin edi. Lekin jinoiy moddani qo'yib, xullas oqni qora qilib, xullas qamab yuborishdi bu yigitlarni, faollarni. Hozir bir video ko'rdim, shu faollardan, muxolifat faollaridan Oybek Qurbonovning videosini. 20 minutlik yaxshi gapirdi. Qo'shimcha qilishimni hojati ham yo'q. Endi men gapiradigan gaplarni hammasini gapirdi desam bo'ladi. Lekin bir ikkita baribir qo'shimcha etib ketaman. Mana bu yigitlarga rahm shafqat qiling deyapti prezidentga. Va bularga amnistiya qo'llaysizmi yo xullas chiqarib yuboring bularni deb video qildi. Mana shu rahm shafqat deganga endi gumanizm nuqtai nazaridan endi rahm shafqat kerakdir. Lekin bu yigitlar bunga muhtoj emas. Rahm shafqatga. Bular qonunga muhtoj. Qonun muhtay ishlashiga, soatda ishlashiga muhtoj. Agar qonunli ishlasa, sudyalar mustaqil bo'lsa, prokurorlar rostdan ham nazorat qilsa, bu yigitlar bittasi ham qamalmasdi. Shuni talab qilishimiz kerak. Bu yigitlar oqlanish kerak. Bir sharti bor bu yerda. Faqat oqlanish kerak va ozodlikka chiqish kerak. Kerak bo'lsa, moddiy ma'naviy zararni ham davlat qoplab berish kerak mana shu o'tgan yillar uchun. Va nafaqat bu yigitlar, umuman jurnalist, blogerlar shu nohaq qamalganligi ham shu tilagim. Endi hozir mana qonun kiritishdi. Prezident administratsiyasi to'g'risida qancha vakolatlar berishyapti. Va ularga siyosiy immunitet, diplomatik pasportlar berishyapti bir umrga. Na jinoiy, na fuqarolik, na ma'muriy ish bularga nisbatan qo'zg'atilmas ekan. Xullas, qonun buzsa javobgarlikka tortilmas ekan bular. Faqat general prokuror mana qilar ekan va oliy sud. Bu nonsens, bu huquqiy nigilizm, bu bo'lishi mumkin bo'lmagan holat. Mana bu yerda mana konstitutsiyani oldim, kitob turibdi mana yonimda. 9-moddasida jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari xalq muhokamasiga taqdim etiladi. Xalq ovoziga, referendumga qo'yiladi deb qo'yibdi. Qani bu nimaga qo'ymadinglar buni referendumga? 99% xalq norozilik bildirardi bunga. Sizlar buni qabul qildinglar. Bizdan mana ovozimizni bizani eshitmadinglar. Chunki xalqning qadri yo'q umuman. Shuning uchun o'zinglar oldinglar mana tezgina o'zinglarga kerakli qonunlarni kirityapsizlar. Konstitutsiyani poymol qilyapsizlar. Konstitutsiya bu etdim o'tgan gal, hozir yana aytaman. Bu adabiy kitob emas. Uni yozib o'chiradigan bir kerak bo'lsa. Adabiy kitobni ham yozib o'chirib bo'lmaydi. Lekin bu konstitutsiya, buni umuman o'zgartirish mumkin emas. Amerikada mana 50 yilda bir marta qo'shimcha o'zgartirishlar kiritishadi, ozgina. Bizda-chi mana shunaqa gap. Keyin konstitutsiyani 20 hozir. Endi gapiradigan ko'p konstitutsiya bo'yicha gapirsam. Konstitutsiyani 36-moddasini aytmoqchi edim. Davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish tartibi qonun bilan belgilanadi. Davlat organlarining faoliyatini ustidan. Qayerda ko'rgansiz davlat organlarining ustidan jamoat nazorati o'rnatilganligini? Prezident apparati ham davlat organi. Qani nazorat o'rnatib ko'ringlar-chi bilan ustidan. Berarmikin nazorat o'rnatishga? Keyin bu mitinglar to'g'risida ham to'xtalib o'tmoqchi edim.
38-modda fuqarolar o'z ijtimoiy faollikini O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq mitinglar, yig'ilishlar va namoyishlar shaklida amalga oshirishi huquqiga ega. Endi qo'shimcha etib ketgan faqat shartlari bor debdi. Hokimiyat organlari faqat xavfsizlik nuqtai nazaridan ularni to'xtatishga haqli deb qo'yibdi. Endi buni olib tashardim men bu punktini, chunki agar miting tinch namoyishlar o'tkazish mumkin bo'lsa, o'tkazish kerak. Buni cheklash hojati yo'q. Mitingga odamlar, xalq o'zidan o'zi chiqmaydi. Faqat norozi bo'lsa, bir narsadan norozi bo'lsa, o'shanda chiqadi. O'z e'tirozini davlat, hukumatga, hokimiyatga yetkazish uchun chiqadi. Sizlar buni hozir bizdan olib qo'ygansizlar bu huquqni. Vaholanki 38-39-moddalar bizga ruxsat berib qo'yibdi. Mana 39-modda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalarga, boshqa jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqi egadirlar. Mana siyosiy partiyalar, jamoat birlashmalarida, ommaviy harakatlar, shuningdek davlat hokimiyat vakillari organlarida ochlikni tashkil etuvchi muxolifatchi shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qadr-qimmatini hech kim kamsitishi mumkin emas. Kamsitishi mumkin emas deb qo'yibdi. Mana shu ikkita modda bizga ruxsat berib qo'ygan. Shu kerak bo'lsa partiyalarga birlashish, jamoat birlashmalariga va tinch namoyish, mitinglar o'tkazishga, yig'ilishlarga, namoyishlarga ruxsat bergan mana shu ikkita modda. Lekin sizlar bunga zid Ma'muriy kodeksda mana 201, 202-moddasi bor. Shu mana shu moddalarda mana o'qiyman. 201-modda. Yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlar, namoyishlar uyushtirish, o'tkazish tartibini buzish. Endi sizlar topasizlar, tartibini buzdi deysizlar. O'tkazish demayapsizlar, o'tkazish tartibini buzish deyapsizlar. 202da ruxsat etilmagan yig'ilishlar deyapsizlar. Qanaqasiga ruxsat etilmagan yig'ilish? Mana-ku 38-39 ruxsat berib qo'yibdi-yu yig'ilishga. Nimaga ruxsat etilmagan yig'ilishlar deb qo'yibsizlar? Ko'cha yurishlar, namoyishlar o'tkazish uchun sharoitlar yaratish debsizlar. Bu mana zid. Mana shu modda 38-39ga konstitutsiyaga zid moddalar. Buni ko'p odam o'qigan, ko'rgan, tushunyapti buni. Lekin sizlar qonun yozayotganlar buni xuddi bir ko'rmaganga olib mana shunaqa qonunlar chiqaryapsizlar. Yana takror aytaman, xalqni bir tinga olmaysizlar. Xalq qadri yo'q. O'qimagan xalq deysizlar. Bularni qanday qilsa yuraveradi bular. Bu bo'lishi mumkin bo'lmagan holat. Bekordan bekor etmagan konstitutsiyada xalq davlat hokimiyatining birdan bir manbaidir. Shuning uchun bu yerda ko'p narsani yetib ketmoqchi edim. Endi mayli uzun videom uzunlashib ketmasin deb men qilmayman, ko'p gapirmayman. Xullas kalom, faolligi ozodlik, administratsiya to'g'risida qonunni boshqatalab ko'rib chiqish kerak. Mayli kiritinglarmi, qolsin bu qonun, lekin mana bu joylarni olib tashlaysizlar. Пожизненный immunitet degan, umrbod immunitet, diplomatik pasportlar пожизненный umrbod, jinoyat qo'zg'atish mumkin emas degan, bu absurdku bu. Qanaqasiga sizlar o'zinglarni konstitutsiyadan ustun qo'yasizlarmi? Jinoyat kodeksidan ustun qo'yasizlarmi? Mayli jinoyat kodeks, mayli konstitutsiyadan ustun qo'yasizlarmi o'zinglarni? Qanaqasiga? Janob prezident, siz hozir bunga imzo qo'ydingiz. Qanday jur'at etdingiz bunga imzo qo'yishga? O'qidingiz-ku bu qonunni, tahlil qilmadingizmi? Odamlar nima deydi? Butun dunyo nima o'ylaydi? Kuladi-ku bizning ustimizdan, kulib yotibdi hozir. Biz yana mana shu yetardimi bu so'zni, mayli. Xullas boshqadan ko'rib chiqish kerak, keyingi anulada yana qo'shimcha qilib boshqa mavzuni ham etib ketaman. Hozir cho'zim kelmayapti videoni. Mayli, hammaga rahmat. Yana bir narsa esdan chiqib ketmoqchi edi. Tuhmat haqorat moddasi bor, jirurni moddalar sizlarda. Sar bir narsa bo'lsa, shu moddani qo'llaysizlar. Taklif kiritmoqchiman, janob prezident. Ana Qonunchilik palatasiga eting. Kiritsin. Nafaqat tuhmat haqorat, tanqid degan moddani kiriting.
administratsiya prezidentini, prezident administratsiyasini, hokimiyatni tanqid qilganlarni jinoiy javobgarlikka tortishni kiriting. O'shanda sizlarni hech kim tanqid ham qila olmaydi endi. Nafaqat tuhmat haqorat moddasi, tanqid ham qila olmaydi. Faqat sizlarni maqtab chapak chalib o'tiramiz endi. Mayli, hammaga rahmat, kommentariy yozinglar.